O'rtoqlar, bilasizmi, bunaqa avtomobillar boshqa qilinmaydi. Bular haqiqiy aytaman, san'at asari. Mana yog'ochlarni, mana ruldagi yog'ochlarni qaranglar, to'g'ri, mana bu nimasi ozgina ketgan bo'lishi mumkin. Ko'rjalari, no, bu kritichniy emas, buni o'zgartirsa bo'ladi. Mashina mana e'tibor bergan bo'lsak, biz lipiskalari bor, sportiv rejimda mashina boshqariladi. Klimat kontrol 2007-yil uchun biz sotib oladigan narximiz $13,000. Ko'rjalarni kачествosiga e'tibor bering, mana. Mana o'sha payt 2007-yillar o'sha paytlarga nemis, mana Yevropa biladimi, yaponlar bo'ladimi, avtomobil uchun qanchalik jon kuydirib, nima deydi? Potrебитель uchun harakat qilganda bular, umuman mijoz uchun kurashgan bular. Konkurensiya bo'lgan. Shtobi kim ko'proq konkurent nimani mijozni o'ziga oladi. O'ylaymanki, nemislarning ichida mana shu Audi avtomobili hech qanday mana nemis troykasining ichiga qoladigan avtomobil emas. Haqiqatan ham dasto'yn apparat, o'ziga yarasha avtomobil. Bilaman, hammamiz hayotda nimadandir nima deydi, ekonom qilgimiz keladi. Ko'proq bir narsani pul orttirgimiz keladi, yaxshi hayot yashagimiz keladi. No, o'zimizni qaydadir xohishlarimizni har doim orqaga tashlab kelamiz. Demoqchimanki, men ham mana yoshim 40 dan oshganman. Tabbiysi men 40 ga kirganman, lekin o'zimga bo'lgan ko'p xohishlarni men o'zimga memnun xohlamayman. Men hali menga tayyor emasman degan narsa deb aytib o'zim ko'p narsani atlashdan qilganim uchun, orqaga tashlaganim uchun ko'p narsa men uchun orqaga qolib ketganda, xuddi michday bo'lib ketganda. Chunki qanday qo'rquv, strah bo'lgan menga nisbatan shu bu oson yoki qimmat mashina oson buzilib qoladi. To'g'ri o'ylash kerak, lekin agar возможность bo'lib turib shu narsaga avtomobil olishga, yaxshi premium klass avtomobil olib turib haydashga, misol uchun hamma narsa tepaga Allohga tavakkal qilishimiz kerak. O'ylaymanki, to'g'ri aytadi, kimdir aytadi, bu metal uchun odam jonini berish kerak emas deydi. To'g'ri, lekin oldindan metal bo'lmagan taqdirda har bir erkakni oti bo'lgan. Bu olganda современный ot. O'ylaymanki, bu yaxshi avtomobilni xohlash, bu o'ylaymanki, bu yomon tomoni yo'q bu narsani. Umuman, masalan, mana arabskiy kun deydi, arabda otlari bor, juda ham qimmat. Mana Audi'ning bir 10 tasidan ham qimmat turadi. Keyin amerikanskiy Mustang otlar bor. Nima uchun ana Ford Mustangni oti qo'yilgan? Demak, otni oti qo'yilgan. Har bir insonni o'zini, mana erkak kishini xohlaganda o'zini otini bo'lish xohlaydi. Shu sababdan men ham otlarni ham yaxshi ko'raman. Agar ot bilaman, juda ham qimmat turadi. Современный ot endi bizlar uchun avtomobil. Balkim bu Audi bo'lishi mumkin, bu balki bu BMW bo'lishi mumkin, yoki boshqacha aytganda Mercedes bo'lishi mumkin. Umuman olganda men haqiqiy fanat Mercedes-Benz 124 Valchok fanatiman, lekin qolgan avtomobillardan, haqiqiy avtomobillardan juda ham yaxshi ko'raman.